Balalarının qarindoshları ve ata-onasi bilan bir yotqanda yetishining hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Shariatda bir uydagi qiz-o'g'il qon qarindoshlarining qancha yoshgacha bir yotoq uyda bir yerda yetishiga ruxsat bor? Yotoq uyni cho'qim ayirish kerakmi? Sharoit yer bermasa qanday qilish kerak? Bala qancha yoshgacha dadasi yoki onasi bilan quchoqlashib uxlasa bo'ladi? Kunlik hayotda ota-onasini quchoqlab so'ysa bo'lamdi? Qiz balaning balog'atga yetgandan keyin dadining oldida diqqat qilishga tegishli ishlari qaysilar? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bolalaringlarni 7 yoshga kirganda namoz o'qishga buyuringlar. 10 yoshga kirganda namoz o'qig'ili unamasa uringlar va ularning yotadigan o'rnini ayirib o'tinglar degan. Payg'ambarimizning bu hadisidagi birinchi ko'rsatmasiga asosan qiz-o'g'il sabiy bolalar oq-qorani farq etishga boshlagan mezgili, ya'ni 7 yoshdan 10 yoshgacha 3 yilda qiziqtirish, hadiya berish, masjidlarga opirish va munosabatlik ahkomlarni o'g'itish yo'li bilan namozga asta-asta ko'ndiriladi. 10 yoshga kirgandimi namozga ko'nmasa, gap so'z va boshqa chorami kor qilmasa, yengil urib adablanadi. Bu yerdagi urush qattiq zaxmlaydigan darajadagi tan jazosi yoki yuziga urush bo'lmasdan ularning 5 vaqt namozga qo'pishi va tahoratni joyida ilib namozni ado qilishi uchun payg'ambarimizning ko'rsatmasi bo'yicha adablash va ruslash yuzasidan yengil urushdir. Bu ota-ona qatorliq balaga ega bo'ladigan valilarga qartilgan buyruq bo'lib, hadisdagi ko'rsatmalar ularga vojib bo'lganidek, bu farzandlarning ota-onalari ustidagi haqqidir. 7-10 yosh orasidagi balalarning hayotning ma'nosini barabara tunib yetib, cho'nglarning qatoriga qo'shishga qarab mangadigan bosqichi bo'lg'achqa, tarbiya va adab qoida o'rgatish jihatdan to'limi muhimdir. Namoz, boshqa ibodatlar va go'zal axloqqa mushu yoshlarda ko'nmasa, cho'ng bo'lganda ko'nishi qiyin bo'ladi. Roza va ijobmi shundoq bo'lib, farzandlarni kichkidala ko'ndirish ota-onalarning majburiyatidir. Lekin namoz, roza va ijob balalarning o'ziga balog'atga yetish bilan farz bo'ladi. Eng ro'shan ifoda bilan qiz bola hayz ko'rish, o'g'il bola ihtilom bo'lish balog'atga yetganlikning alomati bo'lib, kishining yashagan jo'grafiyalik muhiti, jismoniy safosi va boshqa omillarning ta'sirida bir oz ilgari keyin bo'lsa-mu, mutlaq ko'pchilik bolalar 9 yoshdan 15 yoshgacha balog'atga qadam qo'yib bo'ladi. Shundaqla o'g'illarning ovozining tomlishishi, qizlarning ko'ksining ko'tarilishi va har ikki jinsda avrat va qo'ltiqdagi unishdek fizikalik alomatlar ko'rilishga boshlaydi. Payg'ambarimizning hadisidagi ikkinchi ko'rsatmaga asosan 10 yoshdan alqagan qiz o'g'illarni aka-ukillari va ya och singillari bilan bir karvatda yoki bir yotqanda yotqizishga bo'lmaydi. Ularni birga yotqizishning hukmi harom, ayrim yotqizish vojibdir. Har biri ayrim uyda, hech bo'lmasa ayrim karvat va ayrim yotgan ko'rpada yetishi lozim. O'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, boshqalar bilan bir yotqanda yotsa bo'lmaydi. Chunki hadis ko'rsatmasi namozga buyurishdagidekla umumlikni bildiradi. Ba'zi olimlar qizlar bilan o'g'illarning yotadigan o'rnini ayirib o'tinglar deb tushunishi mumkin. Ammo uyning sharoiti yer bermagan ahvolda bir ko'rpada yoki bir karvatda yotgan ikki bola o'ttiriga tanlari chaplashib qolmaydigan tariqada parda yoki shuningdek to'soq o'rnatilishi va kiyinib yetish kerak. Bu adab o'gitish, adab qoida ko'ndirish va yomon oqibatlarning oldini olish jumlasidan bo'lib, ba'zi istiqbolga yoki paravan turmush
va g'idiqlug'uchi muhitlarda qiz-o'g'illar 9-10 yoshda balog'atga yetganlikdan bo'yiga yetish bosqichiga yiqilishib qolgan bu yoshlarda boshqalar bilan birga uxlaganda badan ichilib qolishi, bir-birining uyatliq yerlariga qarab qolishi, hatto shahvat qo'zg'alishi ehtimol. İmam İbn Qasim va Zarkashi qatorliq ba'zi olimlar hadisning balalaringlar 7 yoshga kirganda yotqini ayringlar, 10 yoshga kirganda namoz o'qimasa uringlar degan yana bir rivoyatiga asoslanib, ilgariki hadisdagi yotqini ayrishni namozga buyurish vaqti bo'lgan 7 yoshga bog'lab, 7 yoshdan alqiganda yotqini ayringlar deb tushungan. Lekin ko'pchilikning kuchli qarshida 10 yoshdir. Albatta, bu hukm tarbiyalash, ko'ndirish va yomon oqibatning oldini olishni ko'zlagan bo'lib, ko'plagan olimlar bu doiraga ota-onalarni qiyosan kirgizib o'tgan. Ularning bayonicha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ularning yotadigan o'rnini ayirib o'tinglar degan so'ziga asosan sabiy bola 10 yoshga kirganda uni aka-ukasi, och singillari va ota-onasidan ayirib yotqizish vojib bo'ladi. Yot er va yot ayol bilan yotqizmaslik texmi shundoq vojib. O'g'il 10 yoshga kirsa, onasi, och singlisi yoki boshqa ayollar bilan birga uxlamaydi. Ota-ona 10 yoshga kirgan bolani arsiq elib yetishmi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bola u ikkisining o'ttirida bo'lgan gap so'z va boshqa ishlarga ko'z quloq bo'ladi. Bir qism olimlarning nazarida o'g'il otasi, qiz onasi bilan yashasimi joiz. Chunki ota-ona bilan bola o'ttiridagi mahramlik intayin kuchli bo'lib, shahvatdan yiroq bo'lish bilan birga ularning o'ttiridagi adab mukammal bo'ladi. Shundaqdimi, ularni uxlaganda ayrim yotqizish yomon oqibatning oldini olish uchundir. Chunki bola 10 yoshga kirsa, jimoga aloqador ishlarni tushunishga boshlaydi. Yana kelib, uyqu holati shahvat qo'zg'aladigan, kishi avratlari ichilib qolsa sezmaydigan payt. Natijada kichiklarning ko'zi cho'nglardimi bakrak ichilib ketgan bu zamonda yomon oqibatlar kelib chiqadi. Undaq bo'ladi ekan, 9 yoshni tamomlagandan tortib qiz-o'g'il qarindoshlar imkoniyat yor bersa, har biri bir og'iz uyda, imkoniyat bo'lmasa qizlar bir uyda, o'g'illar bir uyda, uningmi imkoniyat bo'lmasa bo'yiga yetgan balalar ayrim uyda, yetmaganlar bir uyda ayrim yotoq va karvatda yetish kerak. Buningmi imkoniyat bo'lmasa kiyimlari bilan ayrim yepincha yotgan bilan bir joyda yoki bir karvat yotsa bo'ladi. Bu xil ahvolda 10 yoshga to'shmagan qiz, o'g'il, 10 yoshga to'shmagan qizlar bilan 10 yoshga to'shmagan o'g'il, 10 yoshga to'shmagan o'g'illar bilan yotqani afzal. Faqat imkoniyat bo'lmasa, uxlash kiyimi bilan aralash yatsimi mayli. Qiz o'g'illarni 7 yoshdan tortib ota-onadan ayrim joyda uxlashga odatlantirib, 10 yoshga kirganda cho'qim ayrim joyda yotqizish kerak. Qiz bola 9 yoshni tamomlagandan tortib dadasi bilan quchoqlashib uxlasa bo'lmaydi. O'g'il bolami 9 yoshni tamomlagandan tortib onasi bilan quchoqlashib uxlasa bo'lmaydi. Bir ko'rpada yoki bir karvatda uxlagan taqdirda tanlari chaplashib qolmaydigan tariqada o'ttiriga parda yoki shuningdek to'saq o'rnatilishi va kiyinib yetish kerak. Bu yoshdan keyin o'g'il onasini, ona o'g'lini, qiz otasini, ota qizini yalang'och ko'rsa bo'lmaydi. Ota qizining, o'g'il bolami onasining beshi, chechi, yuzi, bo'yin va uning atrofi, quloq, bilak va putlarini tizig'icha odatda mahram tuqqanlar ko'risi bo'ladigan joylarga qarasi bo'ladi. Avratlariga, ko'ksi, uchisi, qo'rsqi va yo'tillariga qarasa bo'lmaydi. Qiz bolalar otasi va aka-ukillari oldida, onami, o'g'li qatorliq mahramlar oldida ular ko'rsi bo'lmaydigan uyatliq yerlarini ma'lum qiladigan nefis tor kiyimlarni kiysa ham bo'lmaydi. Alloh taolo: "Ey iymon etganlar, qullaringlar, ichinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz bomdatdan burun tushlik aram elishga kiyiminglarni solgan chog'inglarda
va xubtandan keyin mushu 3 vaqtda yeninglarga kirishda ijozat so'rasin deb buyurgan. Ya'ni mushu 3 vaqt kiyimlarni silib aram oladigan vaqt bo'lg'achqa, adab va hayo jumlasidan kichik bolalarni kirishga ijozat so'rashga buyurgan. Ata-ana qizi yoki o'g'lining og'ziga 7 yoshdan keyin so'ymaydi. Undan keyin mangziga yoki peshonasiga yoki ikki qishining o'ttiriga va yoki qo'liga mehr shafqat bilan so'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qizi Fatima radhiyallohu anha qishiga kirsa, uni so'yib yanada o'ltirg'izatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Fatima radhiyallohu anhaning qishiga kirsami, atasini so'yib yanada o'ltirg'izatdi. İmam İbn Muflih bu hadisdagi so'yish haqida hargizmi og'ziga so'ymaydi, peshonasiga yoki beshiga so'ydi degan. 10 yoshga kirmagan qiz o'g'il bolalarni ota-onalarning uxlamagan chaqlarda kiyimi bilan quchoqlashi, erkilitishi, ularni purishi va so'yishi Alloh taolo bandalarining dillariga ato qilgan so'ygi, mehr-shafqat jumlasidan bo'lib, bu cheklanmaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu so'zlab berganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'g'li Ibrohimni qo'liga olib, uni suyib, purab ketgan edi. Bara radhiyallohu anhu men Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan billa uning uyiga kirganimda qizi Aisha tepkisli bo'lib yetib qopti. Men Abu Bakr radhiyallohu anhuning uning mangziga so'yganligini ko'rdim. U, "Ey qizim, qandoq ahvolingiz?" deb ahvol so'radi, deb so'zlab bergan. Safarga chiqish yoki safardan qaytish, to'y-to'kun, eid yoki imtihondan o'tish degandek biror tabriklash yoki vidolashishdek ishlarda ehtiyoj tuyulganda bo'yiga yetgan qizi va o'g'illarini o'z ichiga olgan cho'ng va kichik bolalar ota-onalarini quchoqlab ko'rishsa bo'ladi. O'gay dadami qizga nisbatan mahram bo'ladi. Buning asosan qiz bola o'gay dada oldida boshqa mahram tuqqanlarning oldida yurganda ko'rsa bo'ladi. Aloqalar hukmlar yuqorqiga o'xshash, lekin ansirgan ahvolda to'liq yo'g'inishi va ehtiyotchan bo'lishi lozimdir. Bu haqda ayrim fatvo yozilgan. Vallohu a'lam bis-savob. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh. Hijriya 1445-yili 11-Muharram. Miladi 2023-yili 29-iyul.